Hurmatli obunachilar, tog'ajonlar, opa-singillar, aka-ukalar. Bu narsani bilamiz hammamiz. Kalonkani zvukini kuchaytirib beruvchi uslitir Sony yangicha chiqqan 500 wattli. Buni bilmadim endi noto'g'rilab qo'yishganmi yo bir to'k-pok zaminkani qilganmi, bu kuygan. Bir akamiz olib kelgan edi, kecha obunachilarimizdan oramizda bor bir ustaga ko'rsatgan ekan, zapchaslari yo'q ekan, qo'yib bera olmabdi. Bizda zapchaslarimiz bor. Bugun olib qoldik. Xudo xohlasa ertaga qo'yib tekshirib ishlatib beramiz. Mana buni ichki holati yangi, hali ko'p ishlamagan, ham tranzistorlar ketgan. Qo'yib chotki qilib ishlatib beramiz. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, og'aynilarga jo'natib qo'yamiz. Videoni tirs yaqinlarga jo'natamiz. Har doimgidek yurakchani qizartiramiz. Yurakcha qizarsa bilasizlar, qon sirkulyatsiya deganday, bu yog'i hammasi chotki bo'ladi. Yurakcha qizarmasa ketdi. Har doimgidek sog' bo'lasizlar, davay.